7 oy oldin shu qo'limdagi iPhone'ni $1800 ga olgan edim. Hozirgi kunda sotaman desam, $1000 dan $1200 gacha hisoblab olib qolishadi. Lekin iPhone'ni puliga men quyma slitka olganimda 14,5 gram tilla olgan bo'lardim. Endi hisoblaymiz, men o'sha payt iPhone'ning o'rniga $1800 lik tilla olib qo'yganimda, hozirgi kunga kelib bu tillam nech pul bo'lganligini bitta ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu qo'limdagi slitkalarni bozorda yo'q narxga eng arzon narxdan sotib olsangiz bo'ladi. Endi hisoblab ko'ramiz. $1800 mi? O'sha paytgi tillarning narxiga hisoblaydigan bo'lsak, $125 bo'lgan sentyabr oyida. 40 gramli tilla olgan bo'lar ekanman. Buni endi hozirgi kundagi tillarning narxiga hisoblab ko'ramiz. $155 ga. $2232 pulim bo'lgan bo'lar ekan. Bundan $1800 minus qiladigan bo'lsak, sof foyda $1800 dan $432 bo'lyapti. Endi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, $1800 lik iPhone telefonim $1000 ga tushib ketdi. Agar men o'sha payt iPhone o'rniga tilla olib qo'ygan bo'lganimda $800 minus emas, $400 dan oshiqroq foyda ko'rgan bo'lardim. Men bu tillamdan, bu qilgan foydamdan ham ko'proq foyda qilishim mumkin edi. Bu qanaqa desangiz, urush sababli 2 oy oldin tillarning narxi $180 ga chiqqan edi. O'sha payt agar men tillamni sotganimda $400 emas, $800 foyda qilgan bo'lardim. Meni ismim Muhiddin, Tillachi brendini va Tillachi do'konlarining asoschisiman. 15 yillik tajribaga ega tillachi zargarman. Shu videoda sizlarga nima uchun tillaga investitsiya qilish eng to'g'ri tanlovligini tushuntirib o'taman. Birinchi o'zi slitka nimaligini sizlarga tushuntirib bersam. Bu slitkani o'zi tilla taqinchoqlardan nima farqi bor? 5 ta belgisi bilan farqlanadi. Bularni ketma-ketlikda sizlarga aytib o'taman. Birinchisi bu sof tilla, probi 999 probi bo'ladi. Bu slitkani tarkibiga boshqa metallar qo'shilmaganligi uchun ustiga 999 probi sof tilla deb aytiladi. Ikkinchi belgisi bo'lsa, bu slitkamizning o'zini sertifikati bo'ladi. Ustiga seriya nomerlari yozilgan bo'ladi. Uchinchi belgisi bo'lsa, slitka hech qachon ochilmagan, o'zini original upakovkasida bo'ladi. To'rtinchi belgisi bo'lsa, bu slitkalarimizda aniq vazn yozilgan bo'ladi. Mana misol uchun qo'limda 10 gramli aniq yozilgan gramligi turibdi. 1 gram bo'lishi mumkin, 5 gram bo'lishi mumkin, yoki 10, 20, 30 shunga qarab ketaveradi. Demoqchimanki 12.2, 12.3 gramli slitkalar bo'lmaydi. 5-belgisi bo'lsa, bularni taqib foydalanamiz, faqatgina investitsiya uchun yoki uyga tashab qo'yish uchun, ja borsa, sovg'a uchun olib bersangiz bo'ladi. Mendan ko'p tanishlarim, tanish tadbirkorlar investitsiya uchun ortiqcha pulim bor, nima olib qo'ysam bo'ladi deb so'rashganda, men faqatgina tilla olib qo'yishni tavsiya beraman. Nima uchun tilla olib qo'yishni tavsiya berishimni sababini tushuntirib o'taman. Eng asosiylardan biri, tilla 1000 yildan beri o'zini qadrini yo'qotmagan. Eski holatga qaraydigan bo'lsak ham, qog'oz pulning o'rniga tilla pul hisobida ishlatilgan va hozirgi kunda bu tillalarni taqish uchun, foydalanish uchun va investitsiya uchun olib ishlatishyapti. Eng foydali tomoni, tilla faqat o'syaptiki, tushmayapti. Agar 10 yil orqaga qaraydigan bo'lsak, 1 gram toza tillaning narxi so'mda 200 ming so'm bo'lgan. Hozirgi kunda nech pul bo'lyapti deydigan bo'lsak, so'mda 1,900,000 so'm bo'lyapti. Bu degani 8-9 barovariga oshdi degani. Va eng qulay tomoni, bu tillalarni xohlagan paytingiz sotib ola olasiz va xohlagan paytingiz sotib ola olasiz. Bularni o'zingizni pulingizga qarab turib sotib olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun 1 gramli tilla ham bor, 2,5 ligi ham bor, 5 gramligi ham bor. Va sotayotganda ham bu narsani sotish hech qachon muammo bo'lmaydi. Xohlasangiz bankka olib borasiz, xohlasangiz bozorlardagi mana shu tilla olib qoladigan joylarga sotib ketsangiz ham bo'ladi. Yoki mana o'zimga olib kelsangiz ham, men buni xohlagan paytingiz, xohlagan grammingizda sotib olib sizga pulini ham bera olaman. Tillaning yaxshi tomoni shuki, uyga yoki mashinaga o'xshab uzoq vaqt klientini kutib sotishingiz shart emas. Buni aytib o'tgan joylarimga olib borsangiz, har doim sizni naqd pul bilan kutib olishadi. Xo'p, Muhiddin, tillaning yaxshi investitsiya bo'lishini tushundi. Endi buni aldanib qolmasdan, qatdan olsak bo'ladi deyotgan bo'lsangiz, bizda faqat tilla taqinchoqlar emas, xuddi shu ko'rsatgan slitkalarimni o'zimiz ham sotamiz. Slitkalarimizda ko'rib turganingizdek, o'zini upakovkasida sertifikatlari bilan sotuvga tayyor. Bularni investitsiya uchun yoki sovg'a uchun olsangiz ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganligi maxsus taklifim bor. Birinchisi, bu narx hozirgi kunda bu slitkamizning 1 gramini boshqa joylardan, bozorlardan oladigan bo'lsangiz $166 dan sotishyapti. Bugungi kunni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. 7-may 7-may kunidan kelib chiqib turib sizlarga narximizni aytayman. $166 dan sotilayotgan slitkalarni bizadan $155 dan olsangiz bo'ladi. Men ishonib ayta olamanki, $155 dan bozordan topa olmaysiz. Biza faqatgina klientlarimiz uchun 500 gram tillamizning o'zini shunaqa narxdan belgilab chiqardik va bu slitkalarimizni 100 gramgacha olganlar uchun biz bepulga aytgan joylarga yetkazib ham beramiz va 100 gramdan oshiq olgan odamga 1 gram slitka tillamizni bonus sifatida qo'shib beramiz. Agar siz 100 gramdan 2 marta oladigan bo'lsangiz, 1 gram
gramm emas, 2 gramm tilla qo'shib beramiz. Ko'rib turganingizdek, bu slitkalarimizning soni cheklangan. Faqatgina 500 gramm uchun 155 dollardan narx belgilab, bizani maxsus klientlarimiz uchun bunaqa narxdan beryapmiz. Shuning uchun olishga shoshilib qoling. 1 grammlik deysizmi, 2,5 grammlikmi, 5 grammlikmi, xullas siz xohlagan grammizligini biz yetkazib ham beramiz. Bizlar bilan bog'lanish uchun pastda men link qoldiraman. O'sha linkka yozsanglar Telegramdan sizlar bilan bog'lanib turib, bularni aytgan joylariga dastavka qilib beramiz. Yo'kida yozmasdan sirazi xarid qila olaman desangiz, nomer ham yozib qoldiramiz. Hozirroq telefon qilib, slitkalarimizni xarid qila oling.